Assalomu alaykum. Hurmatli azizlarim, vatandosh qadrdonlar. Yana sizga ajoyib go'zal manzaralardan bittasini ko'rsataman. Mobilograf bo'lmasam ham sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Mana qaranglar. Qarab turinglar. Qarab turinglar. Mana sizga manzara. Qalay? Greenwald nima edi oti buni? Grindelwald degan joyda ekanmiz. Yozda bitta velosipedlarda sayohatlar uyushtirlar ekan. Endi mashaalloh da mana. Shunaqa joylarni ko'rsam hayolimga kelaveradi, jannat qanaqa ekan a? Jannat qanaqa ekan. Mana qabrlar menimcha mana. Nasroniylarning qabrlari. Bu endi ramziymikin yo rostdan qabrmikin deb o'ylayapman. Menimcha rostdan qabrga o'xshayapti. Qabriston. Yaramaslarning qabristonini ham qarang. Aylanib yuradigan anaqaga o'xshaydi. Xo'p, mana qaranglar archalarni. Endi qarang. Mana shu archalar zominda bundan ham qalin archalarimiz bor. Arnasoymi deydi qatlaridir. Bizning bunaqa o'rmonli archalarimiz ko'p. Faqat mana shu atmosferani, mana shu muhitni tashkil qilishimiz kerak. Voy do'stlar, mana bu qabriston ekan. Pastimiz. Qabriston. Xo'p, bu endi kichik eski qishloqlar ekan. Eski qishloqlari. Bu joyda kofe shunaqa moda ekan. Qo'yaverasiz. Ustoz joylarning nomini aytmay qo'yavering deyaptilar. Qo'yavering endi, biz o'zbekchalashtiramiz-da. O'zbekchalashtirib aytamiz. Qiz meni videoga olyapti. Ko'ryapsizlarmi yashirincha qilib? Qaranglar. Bu anuni agentlardan bo'lishi mumkin. Bundan tomon qarab oldi. Iya? Bu iPhone 17 bo'lmasa ekan. Bo'lmasa ekan iPhone 17 yaqinlashtirmayapti. Keragidan ortiq. Xo'p. Bu yerda ham manzara mana. Mana manzara. O yaqinlashtirar ekan. Yaxshiligi qizlarni yaqinlashtirsangiz yaqinlashtirib ekan. Josuslarni. Xo'p, mana Grindelwald mana yozib ham qo'yibdi. Muzeum Grindelwald. Eski bu qishloqqa tegishli narsalar. Muzeyga kiraymi, nima deysizlar? Yo'q, kirgizmaydi shekilli bunga. O'yindan tikiladigan joy ekan. Hop. Nima deysizlar endi? Shunaqa safarlarni uyushtirib turamiz xudo xolasa. Ha. Bu yerdan qaytgandan keyin bir kun turib 21 Toshkentda bo'lamiz, Alloh nasib qilsa. 22 Xitoyga uchayapmiz. Xitoyda Gouchina nomi bilan proyekti bilan anaqa bo'ladi. Yarmarka bor, yarmarkada ikkinchi fazaga ketyapmiz. İkinci faza, 3 ta faza bo'ladi bu sayohat. Birinchi faza menimcha tugaydi 1-2 kunda. İkinci fazaga men o'zim ketyapman. Unda qurilish mollari, santexnika mollari, shunga o'xshagan narsalarni biznes bilan shug'ullanadiganlar biz bilan birga uchadi. Biz o'zimizni ham qurilishga aloqador yo'nalishimiz ham bor. Qurilishga shu narsalarni o'ylab turibmiz. Xo'p. 21gacha men istoriyaga qo'ydim. Telefon raqamlar bor. Xitoyga bormoqchi bo'lib yurganlar bo'lsa, qulay. imkoniyat, katta bir tadbirkorlik mavzulari bo'ladi.
Xitoyning eng yaxshi sizga tegishli bo'lgan, sizga aloqasi bo'lgan mavzulardagi tadbirkorlari bilan sizni uchrashtiramiz, gaplashtiramiz deyishyapti. Shunaqa sharoit. Boradiganlar telefon qilinglar. Uylarni gullar bilan bezash mana. Uylarni gullar bilan bezash. Mana. Mehmonxonalarni qarang. Yevropani aylanyapmiz. Asosiy maqsadimiz aytdik, tarixni o'rganib, o'zimizni tariximiz bilan solishtirib, o'zimizni tariximizni ham ziyorat ma'nosida dunyoga tanitish, buning uchun tajriba almashish. Mana shu narsalarning hammasi oddiy ishlar bilan qilingan mana. Va joy shunaqa darajada ajoyib bo'lgani uchun butun xalq pulini to'plab kelib bu yerda pul sarflab ketadi. Turizm katta imkoniyat. Turkiya ham turizm masalasi bo'yicha 10 talikka kirar ekan. Turkiyaga ham taxminan yiliga 50 million, 60 million atrofida turist kelar ekan Turkiyaga. O'sha turist bizga ham kelish kerak, uni ham ta'minlashimiz kerak. Xo'p, o'zingiz yaxshimisizlar? Salom berganlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Gazollar ham yashil haqiqiymi deyaptilar. Menimcha kraska sepib qo'yishgan o. U kraskani farishtalar sepgan. Menimcha. Rasmga tushamizmi? Bo'l. Toshkentdan keluvdik, bitta ham rasmga tushar ekanmiz. Kelinglar. Rasmga tushsak tushib bizda. Suvni boplabdi lekin qaranglar. Mana. Salom berganlarga va alaykum assalom va rahmatulloh. Havo salqinmi deyaptilar. Qanaqa desak bo'ladi havoni? Bahor havosiga o'xshaydi. Quyoshga qarasangiz, quyosh sizga issiq berib turadi. Lekin havo o'ta toza bo'lganligidan haligi muzday deydi-yu, yoqimsiz emas. Sal bo'shroq kiyinsangiz, ya'ni sizga biroz ta'sir qilishi mumkin. Hop. Keling, oling. Bundoq qaraysiz. Atmosfera, muhit. Qaranglar. Bir bola bo'lib Osiyo go'sht mahsulotlari. Kalbasa chiqaradi. Roma super. Roma. Şoförümüz. Hop. Yani nima demoqchi edim? Xullas, injenerlik harakati mana suv to'lgandan keyin turbadan o'tib pastga tushib ketadi. Suvda ishsa bo'ladi bundan, ha? Bu yer tagidan chiqarmikin? Yoshligimizni ichardik, o'shani ichamiz. Bismillah. Oo, maşallah. Muzdakkin ekan suv. Asr bo'pti. Bizda asr kirdi. Bizda deganim bu Yevropada turgan joyimizda asr bo'ldi. Toshkentda menimcha shom bo'ldi. Shomdan ham o'tdi. Tongga yaqin bo'ldi. Xo'p. Ha, bunga borki nonni oqizib yeyish kerak. Ha, yoshligimizda qilardik. Keling, oling. Bunda bu vaqtda zo'rlikka suv bo'lsa ekan ona. Bagetni oqizib. Quvonma. Hop. Tam bo'pti bizda. O'zinglarni ehtiyot qilinglar azizlar. Inshaalloh shunaqangi sayohatlardan ma'lum bir foydalarni olib uyimizga, mahallamizga tatbiq qilishimiz kerak. Butun boshli jamiyat, butun boshli davlatni
bir kunda isloh qilib bo'lmaydi. Avvalo uyimizni oldini supuramiz, har bittamiz. Har kim o'zining uyini tozalasa, zotan butun jamiyat toza bo'ladi. Ko'p odamlar jamiyatdagi ishlarni tanqidiy yondashyapman deb haqorat qiladi, gapiraveradi-yu. Qarasangiz, uy dabdala bo'ladi shular o'zini. Ana Muhammad Shakur degan bola bor. Bir paytlar Rosamanga yalinib maqolasini tashlayverardi. Ha, desam, ko'rib bering derdi, yaxshi ekan desam, qo'yib bering derdi. Yalinib yurardi gadoyga o'xshab. Muhammad Shakur. Keyin nima bo'ldi? Rasmga tushib olaylik. Keyin nima bo'ldi? Ba'zi bir maqolalari Kunuzda chiqdi. Kunuz unga menimcha shtat berdi, ishladi, boshqa. Endi orqa varatdan turib olib, ana Musannif Adham degan chala o'g'il bola bor, chala. Erkakligi chala bo'lib qolgan bola bor. O'sha bilan qo'shilib olib, meni haqorat qilib yuribdi ekan. Shuni uyiga borgan odamlar aytadi. Uyi shunaqa isqirt deydi, shunaqa najasi ichida yotadi deydi. Kirsang sasib ketgan deydi. Nima uchun eslayapman? Ana shu odamlar butun xalqning ichida tanqid, boshqa narsalarni ko'taradi-da. Asli o'zini uyini tozalashlikka aqli yetmaydi. Ha, negodnida tozalamaydi. Unda negodni bo'lsa, negodnini bir narsa demayman. Ha, tozala olmasa, jamiyatga unaqangi o'zini sasigan fikrini tiqishtirishga haqqi yo'q demoqchiman. Bu do'stlar, butun boshli jamiyatning islohi hammamizning harakatimiz bilan bo'ladi. Hammamiz harakat qilamiz. Zotan keyin jamiyat isloh bo'ladi. Adashmasam Ibn Haldunning gapi bor. Jamiyatning buzilishi boshdan boshlanadi. Yuqoridan boshlanadi buzilish. Lekin islohot pastdan bo'ladi. Islohot pastdan, xalqning o'zidan, ichimizdan bo'ladi. Shunaqa desangiz, ana Nuriddin degani bor. U ham Yevropada yuribdi. Ana Zelenskiyni maqtab, Zelenskiyni o'zini qarindoshi deb gapiradi. Qarindosh ham bo'lishi mumkin Zelenskiy bilan. Zelenskiy yahudiy-yu. O'shani maqtab postlarni qo'yib yuradi, keyin olib tashabdi. O'sha imomlarni siyosiylashtirayotgan davlat, imomlar imomlar bundoq deydi. Seni ota-onangni ham imom nikohini o'qigan. Seni ota-onangni, shu imom bo'lmasa, sen halol yo'l bilan dunyoga kela olmasding. Bizda urf-odat shunaqa, imom nikoh o'qiydi. O'zidan o'zi yashab ketmagandir ota-onalaring. Imomni gapiraveradi. Hamis Sodiq chiqib olib imomni gapiryapti. Imomlarni masjiddan chiqolmaydi deyapti-da. Mubashshir domla endi hozirgi kunda ko'pchilikni mehriga tushib qolgan shunaqa gap bo'lib turibdi-yu, propaganda qilyapti. O'shandan foydalanib imomlarni masjiddan chiqolmaydi, anaqa. Yaqinda sport bilan shug'ullanayotgan yigitlarni zalga borib mundoq qiladi, jasadiga anaqa xizmat qiladi debdi. Gapirsam ko'rolmaydi deydi shular. U ko'rolmayapti-yu. O'zini ko'rsangiz qorin sovagan. Shug'ullanayotgan bolalari ustidan bulardan nima kutasan? Bular davlatga shunday xizmat qiladi deydi. Davlatga xizmat qilish aybmi? Ha? O'zini xalqiga, o'zini millatiga xizmat qilish aybmi? Jon Lokka xizmat qilsinmi? Montesquieuga xizmat qilsinmi? Yevropaga xizmat qilsinmi? Odamlar ajoyibda. Manmish, Hamis Sodiqnimish ko'rolmasmishman. Nimasini ko'rolmayman? Xato gapini xato deyishga tanqidmi bu? Tanqid. Ular gapirsa bo'laveradi. Ular siyosiy ongi zo'r. Qanaqa siyosiy ongi zo'r? Nol siyosiy ongi. 3 ta 5 ta ajnabiy lug'atni yodlab olgan bo'ldi. Uni bundoq, buni undoq deb o'tiradi. Siyosiy ong islom e'tiqodi bilan shakllanadi, do'stlar. Islom e'tiqodi to'g'ri bo'lmagan odamni siyosiy ongi to'g'ri bo'lmaydi. Qoida bu. Islom e'tiqodidan kelib chiqadi. Islom e'tiqodi, ahli sunnaning e'tiqodi Imom Tahoviyning aqida matnidan shakllanadi. O'sha aqida matnini shakllantirib, keyin siyosiy qarashga yuriladi. Siyosiy qarash shunda to'g'ri chiqadi.
tahoviyni bilmasdan turib, tahoviyni aqidasidagi gaplarga qarshi yursa, siyosiy ongi naqadar chiroyli ko'rinsin, yo xavorij bo'ladi, yoki deist bo'ladi, yoki ateist bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Musulmonman degani u tildagi gap, eng oson gap u. Ahdga vafo qilish u boshqa narsa u. Omonatga vafo qilish u eng mushkul ishlardan. Uni aqidasi sog'lom odamlargina to'g'ri tushunadi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz yuryapmiz.